Assalomu alaykum aziz zamondoshlarimiz. Bugun bizni studiyada mehmonimiz O'zbekiston Respublikasining prokuraturasi sobiq xodimi polkovnik Farhod Shaymanov bilan suhbat olib boramiz. Ushbu suhbatimizni olib borishimizdan maqsad shuki, Farhod Shaymanovni millionlab odamlar kuzatgan, ushbu millionlab odamlar kuzatgan paytida bizaga kommentariy orqali bu kishini hayotlari qanaqa bo'lgani, o'shani chiqmay qo'yganlardan nima bo'ldi deb bu kishini hayotlaridan qiziqayotgan bizni zamondoshlarimiz, bizni aka-ukalarimiz iltimoslariga binoan Farhod Shaymanovni biz studiyaga taklif qildik. Assalomu alaykum. Aka, bizni taklifimizni kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bizni obunachilarimiz, bizni kuzatib borayotgan jami vatandoshlarimiz, sizni hayotingiz, sizni mana shu anaqangiz juda qiziqarli. Shuning uchun sizni muxlislaringiz desam ham bo'ladi ana shularni. Rahmat. Farhod aka, bu sizga beradigan savollarim shunaqaki, bu o'zimdan emas, yo sizdan emas, bu mana shu bizni obunachilarimizning savoli. Savollari xuddi shunday bo'lyaptiki, siz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p mana shu Qashqadaryo viloyatida bo'lib o'tgan o'zingizni 2006-yildagi bo'lib o'tgan narsalarni savol qilib menga berilgan. Shu savollarni sizga bersam, ma'qul topsangiz. Mayli. 2006-yilda O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri, hozirdagi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga shu xalqimizni, davlatimizni, yer osti boyligimizni talon-taroj qilayotgan jinoyatchilarga nisbatan davlat xavfsizligiga, ilgari SMB deb aytardi, SMBga, prokuraturaga maxsus topshiriq berganingizni aytgansiz. Ushbu maxsus topshiriqni sizlar qay tarzda adolatona bajarganligingizni ham aytib o'tib ketgansiz. Endi shunchalik 2006-yilda xalqi, davlati, mol-mulkini sizlar vijdonan bajargan bo'lsangiz, nega sizlarni javobgar qildi degan muxlislarda savol bor. Nega sizni javobgar qildi? Farhod aka nima uchun javobgar qildi? Shunchalik bizning xalqimizni, davlatimizni, yer osti boyligimizni taram-taramosh qilayotganlarga. Sizlar u narsani odilona qilgan bo'lsanlar, sizlarga nima uchun javobgar bo'ldinglar sizlar? Shu savolimizni bu xalq tomonidan kelyapti. Sizni bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz beryapti bu savollar. Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari tomoshabinlari, internet kuzatuvchilari. Haqiqatan ham mana oxirgi chiqishlardan keyin menga ham ko'plab savollar kelib tushdi. Ko'plab qiziqishlar bo'layapti. Kimdir haligi provokatsion savollar beryapti. Kimdir iliq savol, hamdardlik savollari beryapti. Buning uchun rahmat. Men barcha meni taqdirim bilan qiziqib turganlarga o'zimning minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Endi haqiqatan ham 2006-yili o'sha vaqtda davlatimiz bosh vaziri Shavkat Miromonovich o'sha vaqtlari Qashqadaryo viloyatida davlat mulki, xalq mulki, yer osti boyliklarini talon-taroj qilinayotgani haqida shu Vazirlar Mahkamasiga kelib tushayotgan axborotlardan, ma'lumotlardan kelib chiqib, Qashqadaryo viloyat davlat xavfsizlik xizmati prokuraturaning zimmasiga ushbu holat bo'yicha tegishli tekshirish o'tkazib, bir oy ichida axborot berilishi holat bo'yicha maxsus topshiriq borgan edi. Bu haqida men ilgarigi internetda ko'rsatilgan so'zlarimda batafsil gapirib o'tganman. Men uni qaytarib o'tirmayman, lekin o'sha topshiriq bizlar tomonidan ijobiy bajarildi. Bu holat bajarishda men qisqa bo'lsa aytaman, bu topshiriq bizga juda bir mas'uliyatli javobgarlikni bo'ynimizga yukladi. Ikkinchidan shunda biz birinchidan biz hayotimizni, tadbir ishtirokchilari, prokuratura xodimlarining, davlat xavfsizlik idoralarining xodimlarining hayotini xavf ostida qoldirib, shu topshiriqni bajarishga biz astoydil kirishdik. Sababi bunday xalqparvar, bunday davlatparvar topshiriqni har kim ham bera olmaydi. O'sha qaltis yillarda, o'sha 2006-yillar juda bir og'ir yillar bo'lgan. O'sha yillarda shu o'zlarida jasorat topib, hurmatli bugungi mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich o'sha vaqt bosh vazir sifatida
bu topshiriqni yuborganligini biz juda yuksak baholaganmiz. Shuning uchun kecha kunduz bilan tadbir ishlab chiqdik. Shu davlat xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Ahmedovich Morozov bilan hamkorlikda keyin ichki ishlar boshqarmasidan, prokuraturadan, davlat xavfsizlik xizmatidan xodimlarni jalb qilib bu ish bilan shug'ullandik. Qarangki, qisqa muddatda biz juda katta talon-torojliklarning guvohi bo'ldik. Ya'ni bir kunda tongda bir kechaning o'zida masalan 24 ta KAMAZda 240 tonna gazakondensatning yer osti boyliklari hisobiga gazakondensatning bizning Dehqonobod, Surxondaryo va Afg'oniston yo'nalishi bo'lib ketayotgan holatlarni qo'lga tushirdi. Lekin bu holat shundagina qo'lga tushirilgan emas. Bunda bir 3-4 ta ichki ishlar xodimlarimiz qo'l oyoqlari temir sim bilan bog'lanib, ularning og'izlari latta tiqilib jarlikka otib yuborib, bular o'limdan qoldi. Xudo saqladi ularni. Bizlarni keyin bizlarga o'tdi. Tergov bo'limi boshlig'ini ishdan haydayverdi. Nega buni ochasan deb. Meni shaxsan menga haligi jinoyat ishini yopasan, qamoqqa haligi men shu vaqtda bu juda bir haligi tergovga to'sqinlik bo'lavergani sababli bularning eng aktivlarini, rahbarlarini, eng aktivlarini 6tasiga bir kunda sanksiya berib, men qamoqqa olib tashladim. Bundan keyin bular har tomondan bizga hujum qilavergandan keyin biz endi davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan birgalikda ularga qarshi kurashdik. Hayotimizni ham saqladik. Bu bizga ishonch bildirib yuborgan bosh vazirimizning, bugungi prezidentimizning davlatparvar topshirig'ini har qanday holatda bajarishga kirishdik. Shu vaqtda bizning rahbarimiz, sobiq rahbarimiz, bosh prokuror Rashid Qodirov to'g'ridan-to'g'ri ushbu jinoyat ishini yopishni ham viloyat prokuroridan, ham mendan ushbu jinoyat ishini yopishni va men qamoqqa olgan 6 ta jinoyat guruhlar a'zolarini qo'yib yuborish talab qildi. To'g'ri, men o'sha vaqtda to'g'ridan-to'g'ri rahbarim Rashid Qodirov u kishining qonunga zid bo'lgan topshirig'ini o'zim rahbarim deb bajarib, davlatimiz, xalqimizning manfaatini himoya qilib, bugungi kunda davlat jinoyatchilar tomonidan talon-taroj qilinayotgan holatlarga bartaraf qilish uchun tegishli topshiriq bergan bosh vazir Shavkat Miromonovich topshirig'iga teskari men ish qila olmadim. Chunki shu bosh prokurorimizning jinoyat ishini yopasan, odamlar chiqaversin degan topshiriq mutlaqo qonunga zid. Bu bosh vazirimizning xalqchil, davlatchil topshiriqlari buni har kim ham bera olmaydi. Bu jasorat, o'zida jasorat olib beryapti. O'sha yillari men bir narsa aytishim kerak. O'sha 2000-2006-yillar bu ko'cha degan gap bor edi. Bu har ishlarga ko'chadagi tegishli odamlar aralashib, muammolar yechib, mana shu holatlar bular boshqarib yurgan holatlar bor edi. Bu sir emas bu. Agar mana shu 2006-2000-yillarni bilgan, nazar tashlagan yosh kattalar bir e'tibor bersa shu. Lekin birinchi prezidentimiz Islom Karimov shu holatlarga keskin chek qo'ydi. Barcha o'sha ko'cha bezorlari, ko'cha degan gaplarni barcha yo'q qilib, bu xalqimizning osoyishtaligini, tinchligini saqlash uchun juda katta ish qildilar. Lekin bu narsani, bu ko'cha deganlarning shu shug'ullanayotgan barcha vakolatini O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari o'ziga o'zlashtira boshladi. Ayrim shunday huquqshunoslar ichidagi rahbarlar o'zining manfaatini davlat manfaatidan ustun qo'yib, o'zining atrofiga o'ziga yaqinlarini, qarindosh urug'larini, o'zlarining 7 marta egilib qulluq qilganlarini hammasini yig'ib olib, ochiqchalik korrupsiyaga aylantirib, bu haligi boyishdi kim o'zlarga hissiyatga berilib ketdi. Qanday qo'pol bo'lmasin, bu haqiqat jamiyatimizdagi. Korrupsiyani yo'q qilolmayapmiz O'zbekistonda. Prokuror degan nomga munosib bo'lish kerak. Qonun ustuvorligini ta'minlash kerak. Prokurorga odamlar, bilasanmi, yorug' yuz bilan qarash kerak. O'g'riga o'xshab qarash kerak emas. Oxiri shu даже bu prokuraturada ham bo'ldi, davlat xavfsizligi ham idorasida ham bo'ldi, davlat xavfsizligi ichki ishlar vazirligi tizimida ham bo'ldi. Bu narsa shunday holat bo'lib ketib qoldi. Bu holat bo'yicha hurmatli birinchi prezidentimiz Islom Karimov bular shu holat
haligi shunday yo'l ochib bergan emas. Bu xalqning tinchligini, osoyishtaligini, bu qonun ustuvorligini ta'minlash uchun qonunlar ishlasin. Ko'cha emas, qonunlar ishlasin degan fikr bilan buni yaratib qo'ysa, bular bu ularning vakolatini o'zlari olganda o'g'rini qaroqchi urdi degan ketib qoldi. Hatto shunday bo'ldiki, oxirgi yillari hech kimga sir emas. Mana shu birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga har qanday ma'lumotlar kirolmasdi. Bu qo'shnilar ichidagi ayrim rahbarlarning ruxsati bilangina birinchi prezidentimizga kirib axborot beriladi. Lekin bu yerda prezidentni xalqdan, davlatda bo'layotgan muammolardan, turmush darajalaridan hammasidan bu bloklab qo'yildi. Prezidentimizning qilgan, birinchi prezidentimizning qilgan 26 yil ichida qilgan ishlari ham cheksiz. O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishdi. O'zbekiston o'zining yo'lini tanlab oldi. Ko'p ishlar qilindi. Lekin katta ishlar bor joyda kichik kamchiliklar ham bo'ladi dedi. Mana shunday holatlar bo'ldi. Lekin mana 2017-yil davlatimizga davlatimizga shu bu Xudoning Allohning sinovidan o'tgan, o'zining boshdan kechirgan, adolatsizlikning sovug'ini boshdan kechirgan, bu yerdagi xalqimizga bo'layotgan adolatsizliklar munosabatlari, umuman davlatimiz yer usti boyliklar va boshqa hamma holatlarni ko'rib, qo'ldan kelgancha himoya qilgan. Lekin har narsaga ham masalan har narsaga aralashtirishga imkon bermagan. Chunki agar shu vaqtda bularning oldini kesadigan, o'zining mustaqil fikrini aytadigan bo'lsa, o'ziga hujum katta bo'lib ketgan vaqtda. Shu Shavkat Miromonovich o'sha vaqtda har qanday holatda bosiqlik bilan hamma ishni joy-joyiga qo'yib kelgan, xalqimiz nimadan qiynalayotganligini, xalqimiz davlatimiz nima uchun rivojlanmay to'siqlarga uchrayotganligini bilib kelgan Shavkat Miromonovich Alloh tomonidan prezident deb saylanishga lozim topildi. Bu bekordan prezident bo'lgan emas. Agar Islom Karimovdan keyin Shavkat Miromonovichdan keyin Miromonovich prezident kelmaganlar o'rniga boshqa kishi, bir qandaydir vazir boshqa bo'lganda, bunaqangi bugungi kunda davlatimizda bunaqa islohotlar, xalqparvar, davlatparvar islohotlar yuritilmagan bo'lardi. Chunki buni birinchi prezidentning yonida yurib, bosh vazir sifatida hamma holatni o'rganib, ko'rib, bilib, o'zlariga vakolat tekkandan keyin bu narsani boshlaganlardi. Bu ham mardlik. Nasib bo'lsa, yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lamiz o'ylayman. Yana bitta savol o'sha yerda o'zingizning so'zingizdan kelib chiqadi. Sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov dedingiz. Rashid Qodirov hattoki endi bu so'zingizni eshitaman, bu obunachilarimizni anaqasi savoli. Sizga mana masalan topshiriq beryapti o'sha jinoyatchilarni qo'yib yubor deb. Lekin siz Shavkat Miromonovich bosh vaziri maxsus topshirig'ini qilaman deb ularni har qanaqa topshirig'iga qo'yib yubor, 6 ta jinoyatchini qo'yib yubor deganda siz o'shalarni olib qo'yganmisiz yoki qo'yib yuborganmisiz? Shu savolni to'g'ri. Yo'q, men mana masalan bosh prokuror Rashid Qodirov sizga topshiriq beryapti, mana tushuncha. Lekin men hozir yuqorida ko'rgazmamda o'zimning fikrlarimni gapirib ketyapman. Men bosh vazir, o'sha vaqt bosh vazir, bugungi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning xalqparvar, davlatparvar, adolatli topshirig'ini men to'g'ridan-to'g'ri mening rahbarim bo'lgan o'sha vaqtda sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning qonunga zid bo'lgan, ya'ni jinoyatchilarni qamoqdan chiqarib yuborishdi, ushbu jinoyatchini yopishdi talab qilgan holatiga men almashtirmadim. Yashang, kattakon rahmat. Yana bitta Farhod aka sheyda savol tug'iladiki, siz mana 2006-yilda sizni javobgar qilyapti. Endi 2018-yilda siz oqlanyapsiz. To'g'ri? 2018-yilda siz agar oqlangan bo'lsangiz, hozirgacha huquqlaringiz tiklandimi? Endi men haqiqatan menga nisbatan adolatsizlik
2006-yildan boshlandi. O'zi bu o'zi mening hayotimda shu adolatsizlik bilan kurashish bor ekan. Yani bir narsaga to'xtalsam, men o'zi huquqshunoslik kasbini tanlaganimda juda katta adolatsizlikka uchray boshlaganman. Ya'ni men 5 yil yuridik institutga o'qishga kiraman deb 5 yil universitet fakultetida kiraman deb kirolmay, oxiri Germaniyaga armiyaga ketishga majbur bo'ldim. Germaniyada razved polkda razvedchi xizmat qildim. Shundan keyin men o'sha diviziyaning yo'llanmasi bilan, general polkovnikning yo'llanmasi bilan o'sha yerda partiya a'zosi, kommunist partiya a'zosi bo'lardi. Partiya a'zoligini olib, yo'llanmadan kelib, men tayyorlov kursiga topshirib 5 baholar bilan yuqori balni oldim. Shu holat bo'yicha kechagi 10da bitirib kelgan bolalar kirib ketdi-yu, men qolib ketdim. Endi bu alam qilar ekan odamga. Shundan keyin men 3 yil yurdim. Bu haligi o'rta oliy ta'lim vaziriga ham kirdim, boshqa hammasiga birorta natija yo'q. Men aytayotganim, men peshonamga shu adolatsizlik bilan kurashish bor ekan deyman. Shuning uchun balkim shunday toblangan tomoni bo'lsa-ki, bugun ham kurashib kelyapman. Men bu kurashda qaytmayman. Endi yana bir narsa borki, aka Allohga yaqinroq joyingiz bor. Sababini aytaymi? Agar kim Alloh o'ziga yaqin tursa, unga musibat beradi, boshqa beradi, boshiga har qanaqa narsani qo'yib beradiki, shu bandam menga shukr qiladimi deb. Hozirgi kunga kelganingizda siz shu Allohning nazariga tushganki, mana adolat Xudo deymiz, hammamiz Xudo deymiz. Shuning uchun sizni Allohga qanaqadir bir jihatingiz bor. Siz savolingizga men sal kengroq javob bermoqchi bo'ldim. Shundan keyin men o'qishga kirdim. O'qishni ham haligi qizil diplom bilan tugatdim. Lekin potok starsasi bo'ldim. Qizil diplom bilan tugatdim. Lekin prokuraturaga ishga o'tolmay qoldim. Yosh bolalar o'tib ketdi, o'tolmay qoldim. Bor bir rayonda qishloqda tarixdan domlachilik qildim. Lekin shu tumanning prokuraturasiga yordam berib, shu prokuratura rahbarlariga qandaydir uning tirishqorligim, harakatim yoqib qoldimi, sekin-sekin prokuraturaga o'tdim shu yaxshi odamlarning nimasi bilan, tavsiyasi bilan o'tdim. Endi o'tgandan keyin men bir 6 yilda Respublika bosh prokuraturasi, o'sha Respublika prokuraturasi bu yerda shu darajasiga bo'lim boshqarma prokuror darajasiga men ko'tarilib bordim. 32 yoshimda bitta tumanning prokurori tayinlandim. O'sha yerda ham bir eng qizig'i, o'sha yerda ham Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorda haligi o'sha oziq-ovqat mahsulotlarining ichida un ham me'yoriy miqdorlar belgilab qo'ygandi. O'sha yerda ham bir 5-10 tonna unni o'sha tog' orqadan Tojikistonga olib ketayotgan holatlari aniqlanib, shularni ham biz aniqlab, jinoiy javobgarlikka tortib, xalqning rizqini zaxiraga qo'ydirganmiz. Shundan keyin biz bilasizmi, shundan keyin bizni prokuror lavozimini oldi, tizimni bo'shatib yubordi. Qiziqasiz, tizimni bo'shatib yubordi. Undan keyin men qaradim, nega bunaqa ahvol bo'ladi? Men qaysi xatomga shunday bo'lyapti? Men xalqning rizqini himoya qilgan bosh vazir tomonidan qabul qilingan qarorning ijrosini ta'minlayapman-ku. Dedimda men birinchi prezident Islom Karimovga chaqirdim. Islom Karimovning dastxati bilan shu vaqtda Milliy xavfsizlik xizmati raisi G'ulam Aliyev degan general polkovnik o'sha kishining Islom Karimovning topshirig'iga ko'ra o'sha qabul qilib, holatlarni tekshirib, o'rganib, meni yana prokuratura tizimiga tiklab berdilar. Mana shunday holatda boshimga shu faqat nohaqliklar kelavergan. Mana aytyapsiz, huquqlaringiz tiklandimi deb. Mening huquqlarim bugungi kungacha to'liq tiklandi deb aytolmayman. Ismim Feruza, 37 yoshdaman. Kasbim sartarosh. Ko'p tik oyoqda turib ishlaganim sababli kechga borib oyoqlarim rosa og'rirdi. Bu yil koronavirusni ancha og'ir o'tkazdim. Boshimda og'riq paydo bo'ldi, yuragimda og'riq sezdim, soch to'kilishlari, ko'rish qobiliyatim pasayib ketganini sezdim. Oyoq og'riqlarim yana ham kuchaydi. Buyrak og'riqlari qo'shildi. Alxadaya sidana moyini 2 oydan bir ichyapman.
Natijasini juda ham yaxshi sezyapman. Soch to'kilishim kamaydi, ko'rish qobiliyatim ancha tiklandi. Xotiram ancha pasaygandi. Shu mahsulotni ichganimdan keyin xotiram juda ham yaxshi tomonga o'zgaryapti. Charchoqlarim yo'qoldi. Salomatligimni tiklashda esa menga Al-Hadaya Sedanamoyi ancha yordam berdi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. Men hozir bugungi kungacha mani huquqlarim to'liq tiklangan emas. Men shu huquqlarimni O'zbekiston Şeyda bitta to'xtam. Mana 2018-yilda siz oqlangan bo'lsangiz, huquqlaringiz qay tarzda tiklandi? men 2018-yil jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasining 1-qismi bilan oqlandim. Bu jinoyat hodisa yuz bermagan deb. Bugungi kunga masalan shu jinoyat protsessual kodeksining 302-moddasidan 312-moddasigacha shu asosli jinoyat joyiga tortilib keyin oqlangan, reabilitatsiya qilingan fuqarolar 2 yil ichida barcha huquqlari tiklanishi kerak. Ishiga, mehnat staji, oyliklari, moddiy, ma'naviy hammasi tiklanishi kerak. Mana shu holatlar qonunda ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa-da, men shu o'tgan safarga eshitishlardan ko'rsatuvlarda ham aytganman. Men 4 varaq oqlov ajrimni olib, idora eshikma eshik yurib, charchab ketdim to'g'risi. Men hozir oqlandim deyapman. Men shundan keyin men to'g'ri o'zim bunday oqlov ajrimini, oqlov hujjatini oqlagan idora menga ish beruvchi idoraga yuborib nazoratini olish kerak edi. Ular qaramadi ham, boshqa qilmadi, meni qabul qilmadi, oxiri yugurib bosh prokuror shu Otabek Murodov edi. Sen sudlarga pora berib oqlangansan, delasini chaqiringlar, protsess qilinglar degan ahmoqona shunday harakatlar bo'ldi. Natijada 1 yil delani chaqirib olib, 1 yil protsess bo'ldi, mana protsess bo'ldi deb 1 yil kutdik. Endi hozir men aytyapman, 1 yil kutdik. Menga hozir sud nima deb qo'yyapti? Shu haligi bosh prokuror sizni 1 oy ichida tiklamaganda buni bosh prokuror sudga berishingiz kerak edi dedi. Bosh prokurorni 1 oy ichida sudga berib, bu tarixda bo'lmagan. Buni o'ylab gapirish kerak. Mening haligi holatim bilan boshqa bir idoradagi ishdan bo'shashi yoki tiklanishi holati bilan solishtirish kerak emas. Men reabilitatsiya qilingan, asossiz jinoyat joyiga tortilib, oqlangan shaxsman. Bunday holatda 1 yil mening vaqtimni olib, 1 yildan keyin menga javob keldi. Respublika bosh prokuraturasining imzosidan keldi. Sizning oqlov hujjatlaringiz to'g'ri va asosli topildi. Shundan keyin endi kutyapman, endi men tiklar deb. Endi sudning oqlov qarorini bajarish kerak-ku. Respublika bosh prokuraturasi yo'q, bajarmayapti. Men umid qilib turibman-da. Shuni bajarmayapti. Bajarmagandan keyin men boraveryapman. Hozir bu yerda bitta masala turibdi. Bir muddat o'tkazgandik, bu noto'g'ri bir amaliyotda qonunga ko'rsatilgan, uni aytaman. Shu boraveryapman, oxir bosh prokurorning, sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning bunaqa bir betayin, mantiqsiz gaplardan keyin men Davlat xavfsizlik xizmati raisiga kirdim. U yerga 1 oy deganda kirishga erishdim. 1 oy. Kirdim, aytdim, mana shunday ahvol. Keling, biz Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan birgalikda bugungi o'sha vaqtda bosh vazir, bugungi prezidentimiz Shavkat Miromonovning xalqchil, davlatchil, shu korrupsiyaga o'sha vaqtda boshlayotgan o'sha adolatni maxsus topshirig'ini ijobiy bajardik. Bizlar shundan keyin bizlar rag'batlantirish o'rniga bizlarni mana kimlarni ishdan aydyapti, tergov bo'limi boshqa ishdan aydyapti, davlat xavfsizlik xizmatini sekin boshqa tizimga o'tkazyapti. Meni har xil tomondan provokatsiya uyushtiraman, orqamdan 2 yil yo'q o'tkazdi, ishdan oldi, nihoyatdan 1-ma'muriyatdan pastga oldi, undan yana oldi, yana oxiri bitta tomonga hech bir asossiz mehnat qonunlariga zid ravishda meni roziligimsiz, meni imzomsiz, meni arizamsiz shunday olib tashladi va 10 kun majburdan ishga chiqdi. Men insult olib yotibman bansida. Bansi chiqar, majburdan chiqar 10 kunda shu prokuraturaning postining oldida, militsiyalarning ko'z o'ngida, o'sha 10 ta guvohlarning ko'z o'ngida, prokurorning derazasining ro'parasida bir 10 metr yerda menga provokatsiya uyushtirib,
men javob qilardi. Bunda shu vaqt shunday zaman shunday ekan-ku, chunki buning orqasida Rashid Qodirov turibdi. Har qanday holatda yo'q qilish kerak degan topshiriq bo'lgan, даже jismoniy yo'q qilish haqida topshiriq berilganligi menga esimdagi ayrim holatda aytdi. Shundan keyin men javobga qo'yardim. Endi delani ko'ryapti, delada hech narsa yo'q. Endi meni menga qiynab, tazyiqlar o'tkazib, meni qiyin muqaddam sudlanganlarga hamda shu jazo o'tayotganlar o'rtasiga tashlab menga jismoniy tazyiq o'tkazib, iqrorlik tergovchi keladi, iqror yozib berasan. Iqror yozmasa seni o'liging chiqadi degan holatlar qildi. Men nima qo'limdan kelganini men yozmayman. Qilmagan ishimga qildim, hech qachon yozmayman turib. Men hushimni ketkazib olib bordi. Bu haligi men o'tgan safar yana u pora berishi yangi yo'li ekanda. Yangi yo'lma shu. Undan keyin meni shunday haligi ta'zir o'tkazgan vaqtda hushimdan ketgan vaqtda cheraklab yuzimga üstümga suv sepib hushimga kelib yana yozasammi yo'qmi? Ana shunday holatlar bo'ldi. Lekin Xudoga shukr, shu bir Xudo kuch-quvvat berdi. Bunaqa qilmagan ishga biz iqror bo'lmaymiz. Biz shu Xudoga shukr ularga bardosh berdik. Lekin nima bo'ldi? O'sha baribir 10 kun tergov bo'ldi, bir 10 kun sud tez shartda menga jazo berib sudga nimaga jo'natib yubordi. Koloniyaga. Jazo o'tash joyiga jo'natib yubordi. O'sha kun borib tazyiq o'tkazdi. Agar iqror yozsangiz, sizni chiqaraveramiz. Lekin qani menga bo'layotgan nohaqliklarni bu tergov organi tomonidan bu bugungi kunda Rashid Qodirovlarning tazyiqi bilan bo'layotgan holatlarda bir o'rganib chiqib bularga baho bersa. Men qaysi azoblarni ko'rmadim. Menga internetda savol beryapti, kommentariyada aytyapti, aka, siz shuncha yil ishlagan ekansiz dedi. Bu zamonni bilmaysizmi dedi. Bu gari poraxo'rlarning zamoni dedi. Yo'q. Siz dedi o'sha bir diplomat pul dollar olib kelgan ekan, o'shani olib qo'yolmaysizmi dedi. Bunaqa jazo bo'lmasdi, bemalol yurardi dedi. Men bunday tarbiyani ko'rmaganman. Men ota-onam o'qituvchi bo'lgan. Ota-onam bizga tarbiyani bergan. Davlatimizga, xalqimizga, bugungi yurtboshligimizga adolatli fikr yuritganlarga biz adolat bilan yondashganmiz. Qaysi kasbdan, u yuristlikmi, u doktorlikmi, boshqami, qaysi kasbdan bo'lishidan qat'iy nazar, shu o'z kasbimizga sadoqat bilan yondashishga biz ota-onamiz tarbiyalagan. Bunday narsaga biz o'zimizni vijdonimizni sotishga vijdonimizga yo'l qo'ymagan. Shuning uchun biz kurashganmiz. Lekin to'g'ri, haligi savolni berdingiz, siz o'sha vaqt bosh vazir tomonidan sizlarga topshiriq berildi. Ijobiy bajardingiz ismi bilan deyapsizlar. Bugungi kunda prezident bo'lib turibdi Shavkat Miromonovich. Nega shu 4 yildan beri oqlanolmay sarson yuribsiz degan savol beryapti. Xuddi shunaqa berilyapti bizga. Shu men kommentariyada aytyapti. Men aytadi, siz dedi, yo yolg'on gapiryapsiz dedi menga aytadi. Yo dedi, sizning shuncha internetda kuzatyapsiz, 20 dan ortiq internetdan chiqdingiz dedi. Prezidentga murojaat bir 10 ta murojaatlarni eshitdik dedi. Biz bu Shavkat Miromonovich rahbarligida bu yurtda u kishi tomonidan sud huquq tizimidagi islohotlar o'zini ijobiy natijasini beradi deb umid qilyapmiz. Siz mantiqqa chiqyapsiz dedi. Siz mayli oddiy bir o'qituvchi yoki doktor yo boshqa bo'lsangiz ham shuna. Siz 25 yil bizga o'xshagan huquqlar buzilgan shaxslarni himoya qilishda yana 5 ta viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan tajribali xodim bo'lgan ekansiz. Nega shunday bo'lyapti? Yoki siz o'ylab ko'rmadingizmi? Balkim shuni eshitmaslikka yoki internetlarda shu yuqori lavozimlar, balki prezident o'zlari ham ko'rmaslikka, eshitmaslikka olib kelayotgandir. Siz bu nima deydi? Bu yurtda olib borayotgan islohotlardan noto'g'ri umid qilayotganingizni o'ylab ko'rmadingizmi? dedi. Menga juda og'ir bu narsa botdi. Siz o'ylab ko'rmadingizmi? Siz keraksiz odamligingizni o'ylab ko'rmadingizmi degan gaplar savollar berdi. Bunday savollarni birinchidan rahmat, masalan, qandaydir kuyinib, qandaydir kuzatib, bu o'z-o'zidan savol kelib chiqqan emas. Meni taqdirimni kuzatib, nohaqlikni ko'rib, shunaqa savollar yuragidan chiqyapti deb o'ylayman-da. Lekin men javobim mana shu
savolni bergan hurmatli do'stlarimizga aytmoqchiman. Mening davlatimga bugungi adolatli xalqparvar siyosatni olib borayotgan, ayniqsa sud huquq tizimida astoydil, dadil siyosatni olib borayotgan prezidentimiz Shavkat Miromonovga nisbatan hurmatim cheksiz, baland har narsadan. Men buni har xil savollar yoki provokatsion savollar mening bu qat'iy fikrimdan hech kim qaytara olmaydi. Men bu narsani oxirigacha kurashishni bel bog'laganman. Sababi men ham qo'l siltab ketishim mumkin edi. Lekin bugungi mening 20 dan ortiq internetlarda prezidentga qilayotgan o'nlab murojaatlarimda eshitib turgan yosh kadrlar bor. Buni MVDda deysizmi, bu prokuratura deysizmi, ISMBda deysizmi, bular yosh kadrlar ko'rib, qarab bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borayotgan islohotlar bunday-yu, lekin natija amalda mana bunday degan fikrlar bo'lmasi kerak. O'sha xodimlar, o'sha yosh kadrlar bugungi kunda. Men aytmoqchi emasman. O'sha vaqtda sobiq prokuror Rashid Qodirov davrida hurmatli prezidentimiz aytayotgandek eski chirindi tizimdan qolib ketgan holatlarda buni aytmoqchi emasman. Bu hali ham o'sha chirindi tizimdan qolgan xodimlar bor. Ular biri boshqarma boshlig'i, biri prokuror, biri viloyat prokurori boshqa, ularning qo'lida ishlayotgan yosh kadrlar hali o'zini o'nglab ololmaydi. Chunki o'sha chirindi tizimda oziqlangan, shu ildizlardan oziqlangan bu yosh kadrlar ertaga yaxshi natija bermaydi. Familiyasini yosh bilmaydi bu yerda ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'ddayat. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan, ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shuning uchun aytyapman. Yosh kadrlar xalqparvar, davlatparvar bo'lib, bugungi kunda birinchi o'rinda xalqning manfaatini himoya qilish uchun, davlatning manfaatini himoya qilish uchun o'zi himoyalangan bo'lish kerak. U qonun ostida o'zi himoyalangan bo'lish kerak. O'zining himoyalanganligini his qilmagan odam bu qonuniy ham bir narsa qila olmaydi. Ertaga men ishdan ketib qolishim mumkin yoki men rahbarim meni haligi siqishtirib chetlatib yuborishi mumkin degan fikr qonuniy yondashishga hamma narsaga. Hech qanday davlatga zarar keltiradigan, xalq fuqarolarga zarar keltiradigan harakatlar qilish kerak emas. Qonuniy yondashish kerak. Bugungi kunda o'sha holatlar bo'yicha men ko'rib turibman, mana shu nohaqlik bo'yicha yuguryapman, qatnashayotgan, men prokuratura tizimida qatnashayotgan yosh kadrlar bor. O'zini qandisi qulog'ini ko'rsatadi. Sud protsessi kelyapti. Qonun nima? Masalan, qanday holatlarda davom muddati bor, qanday holatda davom muddati yo'q, tushunchaga ega emas. Birdan kuchida qolsin, o'zgarishsiz qolsin, moddiy va ma'naviy masalalar muddati o'tib ketgan, rad qilinsin degan mantiqsiz, savodsizlarcha fikr bildiryapti. Bu nima deyman? Bu o'sha eski tizimdagi qolgan holatlarda bular bilan ishlash kerak. Men familiyani aytishim mumkin. Men da'vo arzam bo'yicha qatnashayotgan bitta prokurorni olib, men bitta bunga aytmoqchi emasman. Boshqa prokurorlarga ham aytaman. Osmonda yuribdi hammasi. Bu prokuror sud aytyapti, fikringiz nima dedi? Yo, Shaymanov moddiy, ma'naviy zarar bo'yicha muddat o'tib ketgan, rad qilinsin. Shaymanov ishga tiklash bo'yicha bir oy muddatda bosh prokuror sudga bermagan, rad qilinsin. Keyin mendan so'rayapti. O'rta Shaymanov, siz nima fikringiz nima dedi? Men aytdim, Ukajon o'rta prokuror Toshkent viloyatida bo'lim prokurori. O'rta prokuror protsessga kelishdan oldin qanday temada ish ko'riladi? Qaysi yo'nalishda nima tayyorgarlik ko'rib kelmaysiz? Siz moddiy, ma'naviy zarar muddati o'tib ketgan deyapsiz. Siz qonunni ochib ko'ring. Zararlarni undirish uchun muddat belgilanmagan. Nega bunday deb aytyapsiz? Sudga kirib turibdi. Bu turishda siz o'zingizga emas, mayli o'zi savodsiz, xafa bo'lmang, lekin prokuraturaga siz isnod keltiryapsiz. Prokuraturaga nisbatan xalqning ishonchsizligini olib kelyapsiz. Bunday tayyorlanmasa sudga qatnashish kerak emas. Demoqchimanki, bular hammasi bu yosh kadrlarni men nima uchun oxirigacha adolat yuzaga chiqarish uchun kurashaman deyapman. Yosh kadrlarimiz, bugun ishlayotgan kadrlarimiz, bugun prezidentimiz xohlayotgan xalqchil prokuratura tashkil qilish uchun bular birinchi o'rinda
qonun bilan aytdim. Qonun bilan o'zlari himoyalangan bo'lish kerak. Bular aytyapti. Davlat mulkini, xalq mulkini bugungi prezident bergan topshiriqqa ko'ra, maxsus topshiriqqa ko'ra bitta o'zi emas, bitta prokuratura emas, milliy davlat xavfsizlik xizmati xodimlari, ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura bu yoqdan bosh chiqarib 15 yillab davlatning yer osti boyliklarini talon-taroj qilib ketgan jinoiy to'dalarni, korrupsion to'dalarni fosh qilib, qonun ustuvorlarini to'lab, ta'minlab, ular 15 yillab o'g'irlayotgan, o'g'irlik bilan talon-taroj qilayotganlar ularni cho'ntagiga tushayotgan bo'lsa, o'sha mablag'larni davlatimiz byudjetiga tushiradigan holatda qilib qo'ydik. Lekin bu odam oqlandi haqiqatdan. Oqlangandan keyin nega 4 yildan beri buni tiklamayapti? Bosh prokuraturaning o'zi qarshi muddat qo'llanma tiklamanda. Insof bo'lish kerak-ku hozir. Albatta. Biz bu prokuraturaga biz bir obro'sizlantiradigan ish qilgan bo'lmasak, obro'ga obro' qo'shish harakatlarini qilgan bo'lsak, burchimizni burchdan bajargan bo'lsak, biz shu yurt uchun xizmat qilib kelayotgan bo'lsak, bugungi kunda hech bo'lmasa muhtaram prezidentimizni hurmat qilinglar. Bosh vazir vaqtida jasorat bilan xalqning, davlatning manfaatini himoya qilishga otlandilar. Shu topshiriqni u kishi ham bermasdan tashlab qo'ysa bo'lardi, o'g'irlasang o'g'irlab ketaverdi. Lekin bu kishining bu adolat topshirig'iga biz obyektiv yondashishimiz kerak. Bizlar ham o'shani bajarmasdan tinchlik bersak bo'lardi. Lekin vijdonimizga yo'l qo'ymaydi. Bugun nega prokuratura rahbariyati bu narsaga baho bergisi kelmaydi? Men yana savolingizga aytamanki, men shundan keyin bulardan men bir oy deyotgan gapi, men 2 reabilitatsiya qilingan shaxs 2 yil muddat ichida huquqlari tiklanishi kerak. Men 2 yil muddat borligini bilaman va men umid qildim, bosh prokurorga qabuliga kirdim, prezident apparatiga bordim, xalq qabulxonalariga bordim, davlat maslahatchilariga uchrashdim, Tursunxon Xudoyberganovga necha bordim. Buni men prezidentga yetkazaman degan fikrlar bilan menga va'da berdi. Hech narsa bo'lmadi. Hamma jimib ketdi. Men shundan keyin nima qilishim kerak? Oxir men prokuraturaning o'sha qonunsiz hujjatlarini sudga berishga majbur bo'ldim. Sudga o'sha 2 yil muddat ichida, 2 yil men buzmadim. Berdim. Berdim. Lekin bugun shunday 2 yil ichida tiklanish kerak ekanda meni tiklamayapti. Meni tiklasam to'xtam. Men bir tiklasa bir 4-5 oy ishlaymanda, men balkim o'zim hozir pensiyaga ketarman. Zato men bu yosh kadrlar to'xtang. Haqiqatdan ham haqiqat, adolat bor ekan. Agar to'g'ri ishlasang, baribir qonun bizni himoya qilar ekan degan fikrga boradi. Biz yoshlarimizni qaysi tomonga boshqaryapmiz? Mana shunday holatlar bor. Endi hozir to'g'ri gapiryapsizki, agar siz bugun oqlanib 1 kun, 10 kun, 15 kun ashida ishlasangiz, boshqa yosh kadrlar ham o'ylaydiki, agar men haqqoniy, adolatona ketsam, xuddi Sharmanovga o'xshagan har qanaqa musibatda ham adolat, haqiqat egiladi, lekin sinmaydi degan tushunchaga borib to'g'ri ishini olib boradi. Yana bitta obunachimiz sizga bir menga shu savolni berishimni iltimos qildi. Aytdiki, u kishi 25 yil prokuraturalarda polkovnik darajasiga kelib, butun xalqqa, masalan, xalqqa, insonlarning huquqini himoya qiladigan kishi bo'lib turib, shunchalik boshlariga kulfat tushibdi. Lekin oddiy bo'lganlarida, oddiy odam meni ham boshimga kulfat tushgan. Lekin sizni u kishi buni ko'rsatyaptiki, 25 yil ishlab turib, o'zining huquqini tikla olmayapti. Biz qanday tiklaymiz degan savollar ham berilyapti. Bunday savollarni shaxsan menga qanday uyatda, lekin men o'zimdan ham ko'ra prokuratura tizimiga nisbatan berilayotgan baho deb bilaman buni. Endi bunda olganda prokuraturada o'zi adolat yo'qligidan dalolat beradi bu. Bu xalqni bekor aytmayapti. Endi aytyapti, nega o'zi polkovnik unvoniga yetib shuncha 25 yil ishlab o'zini huquqini tiklay olmayapti? Balki buni boshqacha aytish kerak. Men tiklamayapti. Shu bosh prokuratura tomonidan, Oliy sud tomonidan bu kishining huquqlari oqlangandan keyin ham tiklamayapti. Nega tiklamayapti degan gap bersa savol to'g'ri bo'lardi. Men o'zimni tiklanolmayapsiz degan holati noto'g'riroq, chunki men qo'limdan kelgan hamma harakatni qilyapman. Oxiri men bosh prokurorning shuncha yugurishlarim bilan, men qonunga ham bo'ysunib kelyapman. Mana shu
Shundan keyin men bosh prokuraturaning buyruqlarini sudga berishga majbur bo'ldim. Endi men o'zimning ishlab shu yerdan suyagim qotgan joy, yana shu idoraga borib ishlashimni hisobga olib barcha harakatlar qildim. 1,5 yil iltimos ko'ringlar, meni huquqimni tiklab beringlar deb iltimos qildim. Prezident apparatidan boshlab davlat maslahat Xudoybergan bir o'nlab uni qabuliga kirdim. Bosh prokuror qabuliga kirdim. Davlat xavfsizligiga kirib, hammasi ijobiy qabul qiladi. Muddat o'tgan. Nafaqa yaxshiga yetibgansiz. Dedim, nafaqa men bu maxsus topshiriqni esimim bilan bajarib, hayotimda xavf ostida qilib bajarganimda men 49 yoshimda edim. Men bugungi kunda 2018-yilga kelib oqlanishimga men aybdor emasman. Men o'sha 2006-yildan buyon, ya'ni sizlar 49 yoshimda nahaqdan viloyat prokurori birinchi o'rinbosaridan olib bir pog'ona olib, yana 6 pog'ona javobga qo'yargan holatlaringizni agar 1 yilda men tiklanib oqlanganimda bu narsa bo'lmasdi. Men shu kunda har soatma-soat kurashib 2018-yilga kelganimda men o'zimning tinmasdan kurashishim natijasida hurmatli prezidentimizning Shavkat Miromonovich shu yurtga bir yangi prezident kelib, yangi islohotlar, sud huquq tizimida islohotlarni amalga oshira boshlagandan men huquqlarim tiklanib oqlandim. Lekin oqlanganimdan haligacha men sargandaman. Men hozir sudga berdim, qarang, bitta e'tibor tomoni. Bitta men o'zimni o'ylayotgan emasman. Men shu shahar so'zidanmi, shahar respublika prokuraturasidanmi, oliy suddanmi, prezident xalq qabulxonasida yuribmi, odamlarning ayrimlar meni internetdan tanib qolgan dardini aytib qoladi. Sen eshitsam, qonun buzilgan. Qonuni buzilgan odamlar o'zini huquqini tiklayolmay yuribdi. Yangi bo'lgan bir paytlari janob rais yuribdi bu yerda. Men hozircha ulardan qani oliy sudda rais? Qani ma'murlaring san? Usmonov san ham tur. Men mutlaqo noroziman. Hamma sandan ham, hamma butun elda oldida aytayapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'ngga ishta olaman. Sen o'ylama tag'i sayladi-yu qo'yadi deb. Yo'q. Meni vakolat menga xalq bergan. Tamam, boshqa hech kim emas. Sizlar oyog'ing yerdan uzilsa, men seni insofli deb qo'yganman o'sha yerda. Daftarga senga olib kelib plus minus qilib berayotganini men ham eshityapman. Men senga aytishdi o'rtoq Ismoilov. U o'yinlaringni yig'ishtir. Umring uzoq bo'lmaydi. Odam bilan ham nafas bo'lsin u sabulohi. Qaror chiqarishimiz tarbiya-ku. U qamagan odam ham O'zbekiston fuqarosi-ku. Bu degan noinsof sudlarga mana 3 ta turibdi ma'un, bir tiyinga qimmat hammasi. Men o'zim hali odam tarbiya qila olmayapman. Endi boya savolni aytyapsiz. 25 yil shu sohada ishlab siz huquqingizni tiklay olmayapsiz. Men tiklash uchun hamma harakat qilyapman. Men qonunni olib chiqyapman. Mana bu bo'yicha reabilitatsiya qilingan shaxsga 2 yil muddat bor. Muddati o'tmagan meni huquqim tiklangan emas. Oqlangan ajrim chiqqandan keyin sud ish beruvchi idoraga yuborish kerak. U odam tiklash kerak. Bular nima qildi? Bular men tiklamay Otabek Murodov tiklamasdan o'yin qilib, devlarni chaqirtirib, parishqinlar oliy sudga pora bergan degan oliy sudga og'ir jinoyat, og'ir ularning sha'niga og'ir gaplar gapirdi. Og'ir jinoyat haqida gapiryapti. O'ylamay gapiryapti bosh prokurorning. Farosatsiz shaxsning fikrlari. Keyin oxiri men aytyapman, esimning davlat xavfsizlik xizmatining raisiga kirib bu holatlar bo'yicha tekshiringlarda, agar men kimgadir pora bergan bo'lsam, mening javobgarligimni hal qiling. Agar men bermagan bo'lsam, meni huquqimni tiklanglar. Buni kim biladi? Kim esimiga borib mana shu masalalarni aytadi? Qani? Bugungi kunda shu xalqparvar bosh vazir bugungi prezidentning topshirig'idek topshiriqlarni o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, xodimlarning hayotini xavf ostiga qo'yib, ularning har xil rag'batlantirish, xalqning milliardlab taklif qilgan pullari, boshqa boyliklariga biz vijdonimizni sotmay bugungi kunda shu narsaga erishib turib, nega bunday ahvolda yuramiz? Eng savol shu bo'lyapti. Nega bunday ahvolda yuramiz? Bugun keling, kimdir ishdan, kimdir uyini oldirib, kim bor yuguribdi. Lekin bugungi kunda shu davlat uchun, shu bugungi kunda jasoratli prezidentimiz Shavkat Miromonovich shunday bir ajoyib islohotlarni olib borayotgan vaqtida nega haligi
u kishining islohotlari uchun jonini bergan davlat xavfsizlik xizmati xodimlari, prokuratura xodimlari men nimaga 14 yildan beri sarsanman? Nega to'xta? Baxtgacha nimaga o'zi eshitmayapti? Eshitgan bosh prokuror bir obyektiv xulosaga kelolmayapti. Nimaga berdi? Hali ham o'sha korrupsiyaning dumlari, hali ham shunaqa harakat to'siqlari bormi diyor. Men hayronman. Bugungi kunda prezidentimizning yonidagi men o'tgan nimalarni aytganman. Prezidentimizga har xil ishlariga, har xil tosh otishga, boshqalar kamchilik otayotganlar borda. Lekin birinchi bu gapda gapirish prezidentimizning adresiga bunday noma'qul gaplarni gapirishdan oldin shu 26 yil ichida birinchi prezident Islom Karimov tomonidan olib borilgan ishlar, men aytib juda katta ishlar olib borilgan, o'z mustaqilligiga ega bo'lishi va boshqa davlatimizning iqtisodiy siyosiy rivojlanishi uchun katta ishlar qilindi. Uni ko'z yumolmaymiz. Lekin shu yerda qilinishi lozim bo'lgan bugungi kunda 5 yil mobaynida hurmatli prezident tomonidan haligi so'z erkinligi, matbuot erkinligi, iqtisodiy holatda bo'yicha konsultatsiyalar, tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash bo'yicha yuzlab chiqarilayotgan qarorlar, bugungi kunda butun yurtimizga qarang, butun Toshkent shahrimizga qarang, boshqa viloyatlarimizga qarang, hammasi gurkirab qurilishlar qurib, juda bir zamonaviy arxitekturlarda qurilishlar bo'lyapti. Ayniqsa davlatimizning osoyishtaligini, xalqimizning tinchligini saqlab kelyapti. Biz e'tibor beraylik. Qo'shni Qirg'iziston davlatiga, qo'shni Qozog'iston davlatiga, Ukrainaga ko'raylik. Hozirgi momentda. Ko'raylik. Tojikistonda ham toza yaxshi joy bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston ko'z tegmasin. Mana shu prezidentimizning zikkorligi, ishbilarmonligi, hamma tomondan o'ylab, bosiqlik bilan ish olib borayotgani sababli tinchlik saqlanib kelyapti. Bugungi kunda bu emas, nabor bu yerda hozir vazifani olib turgan prezidentimizning yonida yurgan odamlar bir o'z manfaatini, davlat manfaatini ustun qo'ymasdan turib, jonini jabborga berib ishlash kerak. Nima uchun xalq haligi eshitsangiz dod dedi prezidentimizning siyosati, prezidentimizning farmonlari, biz ishonamiz, shu joylarda ish bermayapti. Uni ish bermayotgan odamlar prezident uni borib amalga oshirmaydi. Uni ijrochilari bor. Nega bu ijrochilar masalasi bo'yicha shug'ullanmayapmiz? Nima kuch yetmaydi? Shu narsani tartibga solishimiz kerak. Bugungi kunda prezidentimizning yonidan astoydil vijdon bilan yondashilsa, bizni O'zbekiston bundan ham yuqori cho'qqilarga chiqishiga men ishonaman. Mana hozir men bo'yicha bir narsa aytmoqchiman. Sudga murojaat qildim. Toshkent fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent sudi birinchi bosqichga ko'rdi. Mening ishga tiklashim, moddiy zarar undirishim, ma'naviy zarar, ish haqi undirishim, stajni tiklash hammasi rad tashladi. Bahona to'g'ri, hamma gapi to'g'ri, lekin bir oyda bosh prokuror sudga bermagansiz dedi. O'sha vaqt meni buyruq bilan uni kabinetdan insult bo'lib 6 oy o'limdan olishyapman. Shu vaqtda men bir oyda nimaga berishim kerak ekan? Sudga berishim kerak ekan. O'sha Rashid Qodirov u vaqtda akoda bo'lgan, yutaveraydi meni. Lekin shunday men kurashib kelyapman shu odam bilan. Keyin men ularning shikoyatidan norozi bo'ldimda, nimaga Oliy sudning kassatsiya tartibida berdim. Oliy suddan umidim bor, Oliy suddan ko'rdi. Aytyapti, Oliy sudda Kadiganing rahbari sudya Baltaqajoyevga o'tuvchi Baltaqajoyeva prokurorga aytdi, "Mahron, nima qilasizlar?" dedi. Biranta bu odamni qoralovchi, ishdan olish uchun biranta asos taqdim qilolmayapsizlar. Rahbarlaringiz aytib, bir ish ta'minlasalar bo'lmaydi, nima qiladi bu kishi avvaro? Og'zaki aytyapti. Lekin sud unaqa og'zaki gap bilan bu bozormi senga? Kaligan raissan, shu ishni olib boryapsan. Qonuniy o'sha narsani qonuniy fikrini bildirish kerak edi. Og'zaki prokuror bunday qilishga bunday qilmanglar dedi. Ko'rib, bu ham rad qilib tashladi. Nimaga rad qiladi desa, yuqoriga chiqing, bizning vakolatimiz kichkina, yuqori. Bu o'yin bilan men yuqoriga chiqyapman. Bu nima degan gap? Yuqoriga chiqyapman. Men nimaga Oliy sudning fuqarolik ishlari bo'yicha muomalaga chiqyapman. Muomalani ko'rib chiqamiz deb 6 oy vaqtimni oldi, yana u ham отказ javobini berdi. Keyin
prezident administratsiyasiga borib keyin haligi xalq qabulxonasiga bordim-da, u yoqlarning talabi bilan Oliy sudning raisi meni qabul qildi. Oliy sudning raisi meni qabul qilishdan birdan og'zimni yopyapti. O'rtoq Shaymanov, men hamma shikoyatlardan tanishib chiqdim. Menga xodimlarim aytdi, sizga bu muddatning aloqasi yo'q. Siz reabilitatsiya qilingan shaxssiz. Siz 2 yil muddatda barcha huquqlaringiz tiklanishi shart. Men delani chaqirdim, sabr qilib turing, hammasi qonuniy bo'ladi, dedi. Men ishonib, o'shani 4-5 oy kutdim. 5 oy kutyapman. O'rtada bitta Mirzayeva degan sudya, Oliy sud sudyasi keyin bizga pochta orqali kelyapti. Shu kuni mening arizamni, Oliy sudning qabuldagi arizamni Mirzayeva olyapti-da, shu kuni o'zi sefiga qo'yapti. 30 ga chiqib Turkiyaning Antaliyami, Bodrum degan tomonga ketganman. O'sha yoqqa dam olib, o'ynab 31-kuni 1-sentyabr bayramiga, mustaqillik kuniga kelyapti, olib turib, shu mening arizam qatori boshqa fuqarolarning oylab kutayotgan, o'zining adolatini, huquqini tiklanishini kutayotgan odamlar hammasi atpiska javob beryapti. Men Oliy sudning raisiga Kozimjon Kamilovning qabuliga kirdim deyapman. Nega menga Mirzayev javob beradi? Men Oliy sudning raisiga kirishim uchun butun prezident administratsiyasi, xalq qabulxonalari hamma odamlarga yorinib, meni Oliy sudning raisi qabul qilsin deb 1 yil deganda men erishsamda, men bu qabul qilyapti, lekin ijobiy gap gapiryapti. Sizning muddatingiz reabilitatsiya hammasi o'tmagan, qonuniy hal qilinadi degan odamning nimasi? Bir oydan keyin olyapti-da, sizning murojaatingiz noto'g'ri deb, umuman noto'g'ri, qonunga mos bo'lmagan javobni beraveryapti. Men xafa bo'ldim. Nega Oliy sud raisi o'zlari qabul qilib, nima uni o'zining vakolatini shunchalik bitta haligi yosh Mirzayeva degan ayolga berib qo'ydim, sudyamizga. Men juda xafa bo'ldim. Shundan keyin men kimga borishim kerak? Prezident apparatiga borib, prezident kiraman deyapman. Kirolmayapman. Lekin prezidentimga 400 dan ortiq qisqa mazmunda 400 dan ortiq qabul qilishlarini iltimos qilib, men telegramda maxsusligimga berib, 400 dan ortiq prezident meni qabul qiling. Bironta prokuraturaga, Oliy sudga meni ishonchim yo'q. Meni qabul qiling, eshiting, nega bunday bo'ladi? degan ma'noda telegramma yuborib bo'lmayapti. Internetda bir 10 marta murojaat qildim. To'g'ridan to'g'ri internetda prezidentga murojaat qilyapman. Prezidentga mana shu bugun aytayotgan gaplarimdan qisman keltirib aytyapman. Nega bugun biz xalqimizning, yurtimizning yer osti boyliklarini davlat xavfsizligi idorasidagi vijdonli xodimlar bilan, ichki ishlar yo'nalishidagi xodimlarning vijdonli xodimlari bilan, prokuraturaning bular xodimlari bilan bu ijobiy bajarib davlatimizning mulkini o'g'rilardan haligi talon-taroj qiluvchi jinoyatchilardan saqlab davlat byudjetiga tushishini ta'minlasakda, mening tergov bo'limi boshlig'ini mutlaq ishdan haydaversa, esimning rahbarini tizimdan haydaversa, meni u yoqqa bu yoqqa olib javobgar qilaversa, bu nima degan gap? Bugun oqlandi. Meni oqlatmaslikka ham harakat qilishdi bular. Shu Otabek Murodov boshliq, shu prokuraturada harakat qildi. Lekin oyda etaklab bo'lmaydi. To'g'ri. Jinoyat ishida bir varaq ham meni ayblaydigan holat yo'q. Men nima uchun kurashyapman? Men avvalasi aybsiz faqat Parvardigor. Albatta, hammamiz. Lekin men vijdonimni sotgan yoki bitta jinoyat ishini tergov jarayonida birovga bir katta bir pulga almashtirgan inson emasman. Men qo'limdan kelgancha xalqimning qonunsiz huquqlari buzilgan xalqimning manfaatini himoya qilishda o'zimning bor bilimimni, bor sog'lig'imni, bor mataratimni berib kelganman. Shunga o'sha narsaga ham, shunday narsaga ham befarq qaralmagan, men vijdonim yo'l qo'ymagan. Endi demoqchimanki, men sudga murojaat qildim. Oliy sud raisidan ham javob olgan emasman. Huquqimni tiklashim uchun hurmatli prezidentga murojaat qilmasam kimga murojaat qilaman? Bosh prokuror eshitmasa, Oliy sud raisi eshitmasa, Oliy kengash raisi betaraf bo'lib tursa, bu nima degan gap bu? Shuning uchun men nima qilayotgan bo'lsa, prezident administratsiyasi rahbari meni qabul qilmayotgan bo'lsa, davlat masalasi, prezident masalasi qabul qiling deb telegrammalar yuboryapman, qabul qilmay faqat olgan tushgan telegrammamni sudga berib, boshqa qilib bersa, kimga borishim kerak? Bir adolatni tiklashimiz kerak-ku. Xalqimiz ko'rish kerak-ku bu narsani. Sudning oqlov ajrimidan keyin meni prokuratura ishga tiklash kerak.
bular o'yin qila boshladi. Meni Toshkent viloyati Parkent tuman prokurorining yordamchisi qilib, meni provokatsiya uyushtirishda guruh rahbari bo'lgan, meni qo'limga tirnog'imga igna tiqtirgan, meni oyog'imni bakalashkaga bilan urdirib ixlori ko'rgazmasi olishga harakat qilgan, meni mahkumlar o'rtasiga tashlab ixlori ko'rgazmasi olishga harakat qilgan, o'sha yerda meni aybsizligim tasdiqlagan video tasmani haligacha yo'qotib o'tiribdi. Video tasma qasddan yo'qotgan o'sha Parkent tumani prokurori Dilshod Ismoilovga meni yordamchi qilib tayinlayapti. Ko'z oldiga keltiring. Meni shunday axborotga solgan odamni men to'g'risi og'ir jinoyatga qo'l qo'yishim mumkin. Men buni ko'rdimda qon bosim oshib ketib, birdan men e'tirozman shu Toshkent viloyatida umuman Toshkent viloyatida tayinlash haqida buyruqning bir qismini bekor qilish haqida chiqib ketyapman. Men ketgandan viloyat prokurori e'tibor bermaydi. Viloyat prokurori Shavkat Rahmatov shu telefonni olyapti-da, sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga axborot beryapti. Shaman keldik, buyrug'ingiz bilan tanishtirdik, buyrug'ingizdan norozi bo'lib, bekor qilishni so'rayman deb yozib chiqib ketdi. Aytgandan keyin 617-sonni buyruq paydo bo'lyapti. Men uni ko'rgan emasman, bu buyruqni qo'limga olgan emasman. Men shu so'zimning oxirida shu holat bo'yicha hurmatli prezidentimiz balkim bu mening fikrlarimni, bugungi chiqishlarimni balkim ko'radi. Bak ko'rmasa men iltimos qilaman. Prezident administratsiyasiga mas'ul xodimni. Prezident masalasi, prezident administratsiya boshlig'i xodimlar prezidentga shu holat bo'yicha axborot berishini iltimos qilaman. Bu narsani yuzaga chiqishda menga amaliy yordam berishlarini iltimos qilaman. Qachongacha men internet qachongacha men sudma-sud beraman? Bu uyat emasmi? Iltimos menga adolatli yondashingizdan. Yaqinda mening operatsiya shikoyatimga ko'ra ushbu fuqaroning ishi Oliy sud operatsiya instansiyasida ko'riladi. Sizga rahmat. Kattakon rahmat sizga. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ilohim mushkullarimizni hammamizni Allohga shukr, Allohga shunga yetkazgani shukr. Assalomu alaykum. Bugun katta bolalar, dushevniy bolalar emas, musulmon bolalar haqida gaplashamiz. Bismillah, boshladik. Musulmon bolalar har doim pokiza kiyinishadi. Qimmatbaho kiyimlar bo'lsa ham kibr uchun kiyishmaydi. Musulmon bolalar tunda shovqin solib, odamlarni tinchini buzib o'zlarini ko'rsatishmaydi. Ular tunda ibodatda o'zlarini ko'rsatishadi. Musulmon bolalardan sigaret, kalyanxonalar emas, mushkambarri hidi kelib turadi. Jivachkasi bo'lmasa ham albatta misvog'i bo'ladi. Musulmon bolalar oxirgi trenddagi qo'shiqni emas, hech qachon trenddan qolmaydigan Qur'onni eshitishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Musulmon bolalar har yakshanba albatta tog'ga chiqib dam olishmasa ham, juma kunda poklanib masjidga chiqishadi.